Uyqudan ham turdim. Borib bet qo'limni bu nimasi bo'ldi? Voy to'xta. Bu qanaqadir judayam boy odamni uyimi deyman a. Tak mayli. Ustimga sal nimadir kiyib olay, bugun ko'cha sovuq bo'ladi deyishgan. Qani. Sekin borib taqlatak eshigini. Qo'shni. Qo'shni. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qachon ko'chib keldingiz betga? Bugun. Yaxshi. Qancha turadi bu uy? Namuncha qimmat bu? 50-20 ming turadi. Voy, rosa ko'p turar ekan. Qancha dedingiz? Ko'p rosa bu uyga. 50 ming dollar dedingizmi? Men ham bu yerda anchadan beri turaman. Bir o'zim yashardim. Meni qo'shnim bo'lar ekansiz-da. Ismingiz nima? Boy aka. Shunaqa chaqirsam bo'ladimi axir boy aka deb? Yaxshi. Da ishlaringiz bo'lsa, ishlaringizni qilsam, birikson berasizmi? Qani ayting, nima ish bor? Men ham kiray bitta uyingizni ko'ray. Bo'pti kir. Qani? Uyya. Zo'r ekan, mana bu yonib turadiganlardi. Bular har bittasi mening uyimdan ham qimmat tursa kerak-a? Juda ham qimmat turadi. Sandiqlaringizni bitta ko'ray. Mayli. Qani, bolalar. Olmoslari bor ekan. Bu olmoslarni qadr ketganda uxlatib olishimiz kerak. Yuzim guplar. O'pdan bor ekan. O'z ko'rmam. Tegmayman boyoti. Kuchaygan ekansiz-da. Mayli, men hozir uyimga kirib chiqay. Xo'p. Choyimni ichib kelaman. Ishlashga. Tak, nimadir yeb olishim kerak edi. Qani sunduqda-chi? Bo'ladi. Keyin hozir qornim bunaqa ochanmas ekan. Qani boy akani oldiga borib kelakchi bo'pti. Boy aka, qani nima ekish kerak? Bering, nimadir fermaman, qurib beraman. Hozir. Tashing. O'z ko'rmadi bo'ldi. 4 ta olmosini uxlatib oldim. Hozir bo'ldi boy aka. Hozir ko'rsataman. Qayerga qilish kerak, qani aytingchi. Mana shu yerga. Mashitga qilsam bo'ladi-ya? Urmang, Bir bo'ldi. Tak. Mayda o'lchimizda hozir shu yerga ekishimiz kerak ekan. Mashitdan boshlasam, mashitdan suv qo'yaman bo'ldi. Suv nechta blokka boradi, unisi aniq emas. Mana bu kavlakchi. Bunga ham qancha kuchimiz ketadi, birikson bersa ekan. Mayli ekan deysak. Mana betkamasi o'rtasini qo'yak. Mana shunday. Hatto ko'lmak bor ekan mashitdan. Ko'lmakdan suvni shunday olamizda o'p. Sklet. Voy, ana qornimiz ham ochibdi. Bana yo'q. Qilyapman yo'qoning betda. Yo'l ana shu kerakmi? Ana shunday, ana bo'ldi. Boring ana boy aka. Boring uyingizda o'tiring, hozir o'zim ishlaringizni qilib beraman. Bisklet otmaydi, o'tirolmang. Yana boshqa joyga qo'yilib ketdi. Tak. Hozir bunday inventarda. Tak. Hozir. Tak, inventarning hammasi joyida. Boy aka, sakrab yuravermasdan uyingizda o'tiring. Xo'p.
Xuddi ustidan. Nima bilay. Boyaga bir yosh bola shekilli. Mayli. Qani, matigani ketmonchani qo'lga olamiz, ishimizni boshlab qolamiz. Ritmga ham tushib olamiz, ishimizni boshlab qolamiz. Bitta matiga turib qoldimi? Nima qilay? Ma bir yer qattiqmi? Birorta narsa olayapmi? Bitta ketmay qoldi. Ana. Rug'unna bo'ldi, qoldi. Uni ne? Bitta yetmaylik. Mana bu. Bitamiz. Bitta bo'lgan mana. Bitta tushganda, yoqdik. Bitta tushganda, zo'r ish bo'lardi. Mayli, omadim yo'q ekanda. Kartoshka qani? Boy aka, Ha. o baqara boring-ey. Ha. Kartoshka bermabsiz. Bergandim-ku, qaqa yo'q bo'lib qoldi. Bilmayman, men yeganim yo'q. Mayli, faqat sabzi ekan. Bo'laveradi sabzi. Bo'ldi, boy aka, bo'laversa. Ana ekib qo'ydim, pulni berasizmi? Narsalar tashib ber. Bu narsalarim qolmadi, hammasini ekib bordim. Tak, mang. Chelagingiz, buni qolib ketgan sabzingiz bo'ldi. Bo'ladi. Pulim bering endi. Qayerga ketding? Yoqaga. Pulim. Nima berasiz o'zi? Qancha oltin? Oltin. 36 ta oltin. Boy aka kuchaygan boy aka. Boy aka, mayli, yaxshi dam oling. Hop. Eshigingizni yoping. Tak, biz buni yashin joyimizga olib qo'yib qo'yamiz. Matga ataylab belgilab qo'ygandim. Tak. Mashinasi deydi, adashmasa. Mashinadagida bo'lish kerak. Ana. Shu. Paq bo'ladi, qo'yib qo'yamiz. O'g'irlangan pulni ham qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Hop, ichiga sakrab tushib. Paq. Matga fakelni qo'yib qo'yamiz. Matga qo'yib qo'yamiz. Boy aka, hozir pulni qaytib bo'lsam olishimiz kerak. Boy aka, urmang boy aka. Boy aka, hatta siz gapga chaqirayotgan bormaysizmi? Uni aytishadi. Hatta qishloqlar ana qilyapti ekan, borib keling. O'sha tomonda, o'sha tepalikda ekan. Qishloqliklar gap qilyapti ekan, meni chaqirishmadi, sen kambag'alsan dedi. O'ldiraman boy aka, o'ldiraman. Baq. O'ldirdim. O'ldirdingmi? Ha. Bo'ldi, boring boy aka. Gapga boring, kechga qolasiz. Tez. Bir ikki so'm pulni olib qo'yamiz-da, boyga ketamiz biz bir kun. Tezda bu tomonda boy aka. Yaqin chaqirishadi. Mayli. Pullarni olamiz. Biz boymiz endi. Bunga olmosni olaman. Uyga qaytib, tez olishimiz kerak. Tak, hatta opit qimmat turadi. Olma. Kim beribdi hali? Kim o'g'irlikka tushmadingmi? Yo'q, boy aka, uyingizni qo'riqlab o'tiribman kriperlardan. Ishtimanga tegmagan bo'lsang bo'ldi-da. Bo'ldi. Oltin olmay chiqaman. Mayli, qorningizni to'ydirib chiqing. Tak. Bola. Tez. Kimlar oltin ishlatdi? Tak, bular nimaga? Bilmadim, boy aka, o'zingiz ishlatdingiz-ku. Men opit ishlatmayman. Mayli, oxirgacha tugatib qo'yay. Tugatmang boy aka. Nega?
Prosta turaversa yaxshi turibdi-da. Senga bir ikkita beraymi? Yo'q, kerak emas boy aka. Men o'g'ri emasman. Sizga o'xshab. Qani ketdi bo'ldi. Mayli boy aka, picha men dam olib olay, bu yoqdaman. Ha, o'tir. O, rahmat boy aka. Hay, 26 ta. Quduq. O'zini ishlatay. Qimmat turadi deb o'zim qaraylar bolalar. 100 million dollar. Turadi. Bo'ldi, uyga kiraylik, picha dam olaylik. Orqangni taxta nimaga? O'zi qorong'u tushay deb qopdi, quyosh ketyapti u yoqqa qarab. Orqangni taxta nimaga? Bumi qo'yavering. Boy va kambag'al birinchi qismi tugadi bolalar. Sizlarni ertaga undan ko'rishguncha. Xayr, salomat bo'linglar. Xayr, obuna bo'lish esdan chiqmasin, like ham bosib qo'yinglar. Baribir sizlar uchun shuncha uy qurib, staratsiya qildik. Bo'pti. Ikkinchi qismi ertadan keyin chiqadi. Xayr.